Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Hammalarning dilkuyin ovozini qadam tashirib qilganlarni qizg'in qarshi olamiz. Polg'unidu talla sugatlar, eriqida mahmal ipaklar. Kakuk uni tunda uyg'otib, shirin hisqa cho'mar yuraklar. Bidi ko'ki yalpuz terishib, yayrishidi sabiy yuraklar. To'rt quloqdan baxit izlaydi, kulib baqar oltin chechaklar. Shundoq, bahor fasli naqadar qimmatlik, naqadar xislatga, ona tabiat bahor mavsumining Navruz daqiqalarida bu olamga sonsizlagan hayotlarni, behisob go'zalliklarni opriyat qiladi. Nuruz tabiatga yangi tun, kishilarga yangi yosh ata qiladi. Shundoq, go'zallik ustiga sevgi, xushallik ustiga umidlar mujassam bo'layotgan mushu shahona daqiqalarda biz barliq mehmonlarimizni Dilkuy Gulistonimizga taklif qildik. Dilkuy san'atkorchiligimiz tuvanda Tangtishlar degan naqsh bilan boshlandi. Qani, marhamat.